Ha, hormasinlar. Shu ko'rishim shu xiralashib qopti. Negadir bor-ku. Shu ham muammom. Ota bobolarimizdan qolgan bitta zo'r usulni o'rgataman. Sen uni qilgan ko'zing bori burgutni, lochinni ko'zidan ham zo'r ko'radigan bo'ladi. Bizga kerak bo'ladi 1 dona limon, 5 dona tozalangan chesnok donalari va 100 gram asal. Yuvilgan limonni to'g'rab, mayda qilib to'rab olish kerak bo'ladi. Limon o'z tarkibida juda ham katta miqdorda vitamin C saqlagani uchun kapillyar tomir, ya'ni mayda ko'z tomirlari uchun juda ham foydali hisoblanadi. To'g'ralgan limonni bitta bankaga solib qo'yamiz. So'ngra chesnok donalarini mayda qilib to'rab olamiz. Hozirgi kunda ilmiy isbotlab berilgan hisoblanadi. Chesnokning tarkibidagi barcha minerallar ko'z uchun juda ham foydali hisoblanadi. To'g'ralgan chesnokni limonning ustiga solamiz. Limon bilan chesnokning ustidan 100 gram asalni soptirib, ustidan 2 osh qoshiq olma sirkasini solamiz. Yaxshilab aralashtirib, qorong'u joyga, muzdek qorong'u joyga 1 sutkaga olib qo'yamiz. Mana shu tayyorlamani 1 osh qoshiqdan kattali, 1 choy qoshiqdan kichkinaligi 1 oy 1 mahal kechqurun ichsa bo'ldi. Mana ol. Voy, молодец. Voy, zo'r-ku. Albatta qilaman bor-ku. Как раз menga kerak edi deb tavsiyalarga albatta amal qilishni unutmanglar.